Hammaga всем привет. Bugun sizlar bilan menga ChatGPT bergan topshiriqlarni birga bajaramiz. Qarab olsam ketdi u. Hozir men ChatGPTga yozaman, menga 5 ta topshiriq berdim. Shularni birgalikda bajaramiz. Birgalikda emas, o'zim bajaraman. Qarab olsam ketdi u. Do'stlar, menga ChatGPT 5 ta topshiriq berdi. Hozir yana sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Birinchisi bizada 5 ta o'zing haqingda fakt ayt. Shunaqa ekan, qani bo'lmasam ketdi, bajaramiz. O'zim haqimda 5 ta fakt aytsam, birinchisi meni yaxshi ko'rgan ovqatim manti. Juda ham sevaman mantini. Hop, keyingisi bizada meni eng yaxshi ko'rgan rangim oq-qora va yashil. Ko'pincha oq-qora. Keyin men brendim, yaxshi ko'rgan brend Nike. To'rtinchisi men yaxshi ko'rgan fanim tarix. Yaxshi ko'raman. Endi beshinchisi, biz eng oxirgisi biza Qozog'istonga borib turamiz. O'zbekistonda turamiz, lekin Qozog'istonga ko'pincha borib turamiz. Shunaqa. Hop, endi ikkinchi topshiriqqa ko'chsak, bizada 1 minut ichida yashil rangli narsalar topish. U xohlagancha nechta bo'lishi shart emas, lekin 1 minut ichida topish kerak. Qani ketdi, bo'lmasa bos taymerga qo'yamiz. Do'stlar, hozir 1 minutga qo'ydim. Qani bo'lmasam ketdi 1 2. Hozir men endi anaqa bir nima topib olishim kerakda, anaqa idish so'raladi ekan. Okey, qo'limga olib ketaveramiz. Qani ketdi 1 2 3. Hop, taymer ketgan. Shunaqa daftar yashil. Bu yerda ham yashil daftar bor. Mana yashil, yana nima bor? Zoy yashil. Shunaqa yashil. Hop, mana yashil qalam. Hop, nechta bo'ldi? 2 4 5. Hop, men bu ham yashilga kiradi. Yashil. Hop. Mana ichida bor ekan. Mana ichida. Yashil highlighter. Yana nima bor? Yana nimani? Mana yashil. Oyna. Yashil. Yana. Bor yashil. Ay. 1 minut bo'ldi. Qani bo'lsa bizning 1 kiradi bu. 2 3 4 5 6 mana 7 8 9 ta. 9 narsa topaman. Shunaqa 9 narsa topaman. Cho'kayman. Shunaqa. Hop, endi keyingisi bizada keyingi shart u tashqariga chiqib anaqa nima aytdi, YouTube kanalinga nomini baqirib aytib kelasan. Oh my god. O'zi chiqib muslipachiym deb aytamiz. Oh my god. Qani bo'lsam ketdi. Oh my god, boshqa qayerjon. Hop, mana biz ko'chaga chiqdik hozir. Endi men baqirishim kerak. Hop, hozir ko'chaga chiqib ketdim. To'g'risi tashqaridaman. Biz ko'chaga chiqamiz. Shunaqa yangi ko'chaga oldik. Qaranglar. Mamuz shirin ekan, mamuz ham shirin. Asl mamuz yoqdi. Okey, ko'chaga ketaman hozir endi. O'sha qo'rqaman, qanaqa baqiraman. Do'stlar, biz ko'chaga kelib oldik. Hozir endi muslimkachiyim deb baqirishim kerak. Mana shu bizning uyimiz. Ko'cha. Hozir men mashinaga keldim. Mana bu yerda bizning uy, ko'chamiz. Hozir o'rtada turib
qilyapman. Bu yerda ham, bu yoqda ham yo'l bor. Ana ko'k ko'rib turibsizlarmi? Ko'k. Ana shu bizda maktab. Anaqa temir maktabi, temir. Shunaqa. Ot qiz burilib ketdi-yu, ot shunaqa maktab. Bu yoqda ham yo'l. Endi bakarız Müslümka GM deb qamazim ketdi. Bir mahal bor. Mayli. Bakarız. Bakasa ne vaqtda hech kim eshitmaydi-yu. 1 2 3 Shu qo'rqaman. Xo'p, mayli. 1 2 3 Muslimka GM. Точно qo'yish kerak. Kapet. Shu o'zim ketaman hali. Bu yo'lda qo'rqdim-da, qanaqadir. Qo'rqish emas, hayajon bo'ladi. Ko'chada aqlli hech kim yo'q ko'chada. Xudoga shukr. Shu hozir endi 4-mi? Ha, 4-topshiriqqa ko'chamiz. Bizda u anaqa kitob o'qish. ChatGPT yozdi 2 minut ichida anaqa necha bet kitob o'qiysan dedi. Hozir endi birga sen ko'ramiz. Ketdi. Hozir ruscha kitob o'qiyman. Hozir 4-shart bu bizda kitob o'qish to'g'rimi? Asin kitob olamiz. Bu tegidan boraydi xolos kitob. Shuni bilaman. O'sha kitobda bo'lyapman. Qayerda kitob? Oh my god. Topolmayapman kitobni. Qayerda ekan? Oh my god. Xullas u kitobni topolmadim. Hozir endi oddiy kitobni o'qiyveramiz. Shu kitob o'qiymiz. Hozir qaysini o'qishimni bilmayapman. Ikkimizga anaqa uzun tekst kerak. Chunki 2 minut ichida necha bet o'qiysan deyapti bu yerda. Xo'p, bo'lmasam bizda mana shu yerdan boshlaymiz. Keyin mana bunaqasi o'tib ketamiz. Bunaqa o'qib, keyin sразу mana bundan o'qib ketamiz. Ketdi. Mana shunaqa kitob o'qim kelyapti, kichkina shahzoda. Yoki kichkina malikalar. Xullas shunaqa o'qim kelyapti. Menga shunaqa yo'natinglar, shunaqa o'qim kelyapti. Kichkina malika edi. Mana shunaqa xullas o'qim kelyapti. Qarasam shu yerda turibdi. Agar uni ham tugatsak, mana bu yerdan o'tib ketamiz. Mana shuni o'qib ketaveramiz. Ketdi bo'lmasa. Hozir endi timerga qo'yamiz. Hop, 2 minutga qo'ydigan. Hozir biz 2 minutga qo'yamiz. Necha bet o'qiymiz ekan? Shunaqa 2 minut bitta. Hozir endi kitobni o'qishni boshlaymiz. Hozir endi qo'yaman. Eng oxirgisi juda ham qiziqarli. 5-si uyingni yig'ishtir debdi. Menga tegishtirib aytganmi bilmayman, chunki men hozir uyimni yig'ishtirishim kerak edi. Hozir endi ChatGPT berganda rosa anaqa malsam bo'lardi. Qanaqa bildim men uyim sochilib yotganini deb o'ylab qoldim. Hozir endi uyimizni yig'ishtiramiz. Qanaqasi bo'ladi? Nokia ketdi. Hozir men uyimni bardakligini ko'rib qo'rqib ketmaylar. Lekin unchalik emas Nokia. Mana shunaqa bardak bo'lib ketibdi.
Hozir endi yig'ishtiramiz buni. Bu yerda turardi. Men o'tiklaganim uchun shu yerda turibdi. Okey, shu yerda turaversin. Chunki bunaqa o'tiklashimiz mumkin. Qanaqa yig'ishtiramiz. Вот, Слиман уже yig'ishtirib bo'ldim. Bitga yozib qo'ysak bo'ldiydi. Ну, okey. Вот, desa bo'ldi. Bizani uy. Voy, bitta rasm ko'rinmoqda. Nurga qarayu. Yo'q, o'zim xira qilib qo'ydim fonni. Chunki yerda o'zimiz rasm turibdi. Ot. Xullas, men ChatGPT bergan 5 ta topshiriqni ham bajardim. Judayam zo'r bo'ldi. ChatGPT menga anaqa bergani. Va sizlar ham shunaqa qilib ChatGPTga menga topshiriq bersanglar deb yozinglar. Va sizlarga ham qiziqarli topshiriqlar beradi. Shuning uchun sizlar ham olib ko'ringlar, shunaqa ChatGPTga yozib ko'ringlar. И все, bu videomiz tugadi. И всем пока.